Yakkasaroy rayoniga kelganmiz. Qushbegi sohil bo'yi жилой kompleks. Orqamda ko'rib turgan bahaybat chiroyli 12 etajli domimizni 8-etajda 2 xonali kvartiramiz sotilyapti. Umumiy 90 kvadrat metr. Narxi videoning so'ngida bo'ladi. Hozir sizlar bilan birga ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Kadastrlari tayyor, parkovkasini ko'rasizlar, kattagina bemalol mashinalarni qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari bolalar plashatkasi ham bor. Lokatsiyasi Qushbegi masjidigacha 500 metr, katta ko'chagacha 200 metr bo'ladi. Bu yerda apteka, dorixona, havas, kardinlik ulardan umuman muammo yo'q. Endi ichkarini birga ko'rib chiqamiz. Ketdik. Bizdan kirib kelar ekanmiz, chap qo'lda sanuzel keladi. To'g'rida oshxona ayollarimiz uchun bu yoqqa stol qo'yib, choy ichadigan joy qilsangiz ham bo'ladi. Mebel texnikalari qo'yib berilar ekan. Holimizni ko'ringlar, kattagina, keng. Ko'p joylarda hol kichkina qilib qo'yishadi. Bu yerda katta ekan. Bu yerda birinchi xonamiz keladi. Mehmon kutish uchun qaranglar qanaqa katta zal. Yana to'g'riga o'tar ekanmiz. Chap qo'lda ikkinchi xonamiz keladi. 90 kvadrat metr bo'lgani hisobiga xonalarimiz katta, keng qilib ishlangan. Bu yerda yana bitta yuvinish xonasi keladi. Uyimizda umumiy ikkita sanuzel. Ikkita lift bor, birinchisi bu yerda, ikkinchisi mana bu tarafda. Bu yerdan tashqariga chiqib balkonni ko'rsanglar ham bo'ladi. Parkovkalari ham bor, bolalar o'ynaydigan maydonchasi. Lokatsiyani ko'rasizlar, juda ham qulay sharoitlar. Qadrdonlarim, kvartirani ko'rdinglar, yoqqan bo'lsa, bitta like ayamasdan bosib qo'yinglar. Bu videoni uy qidirayotgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Siz olmasangiz, balki sizni tanishingiz olar. Savob bo'ladi inshaalloh. Qaranglar, parkovkani men alohida e'tibor bilan tilga olgan bo'lardim. Sababi uncha-muncha Novostroykada bunaqa parkovka yo'q. Juda ham katta, bemalol ekan. Kvartiramizning narxini starti $130 ming deyaptilar. Yana kelishadigan joyi bor. To'g'ridan to'g'ri o'zlari bilan bog'lanasizlar. Qolishma pastda egara raqamini qoldirman.